Salut akalar. Qanday yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Xullas, Xorazmdaman, Toshkentga qarab yo'l oldim, xudo xolasa. Bugun bu ukam Farruh. Assalomu alaykum ammajon. Xorazmliklar nomli kanali bor, YouTube'da ham, Instagram'da ham ish olib boradi. Ashnaqa yaqinim. Bugun olib borib qo'yadi, xudo xolasa. Ashnaqa qolganini yo'l davomida, video davomida ko'rib boraverasiz akalar. Aeroportga kirib oldim akalar. Anundan o'tish kerak endi. Ro'yxatdan o'tib, nimadirlar qilib. Ko'cha yonyapti, lekin borku yonyapti chisti. Bizning aeroport bu. Ha. Ashtaqa ko'rishamiz xullas. Men shu yerda. Xo'p, akalar xullas o'tiribman. Centrum Air aviakompaniyasi eng rasvosi ham mana shu bo'lsa kerak o'zi. Eng mas'uliyatsizlik bir ana u bilan yondashar ekanlar-da. 2 soat akalar, 2 soat опоздание bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? O'zi 7:30 da uchib ketish kerak bo'lgan narsa 9:30 ga ko'chirilyapti-da. Shunaqa. Endi mayli nima ham deymiz. Ko'ramiz xullas akalar, joninglar sog'lasa. Короче, o'rtoqlar 2 soat опоздание-dan keyin 2 soat уже 9 bo'lyapti. Uchyapmiz xudo xolasa. Centrum Air dan uchmaylar iloji bo'lsa. Shunaqa. Tak, uni qilamiz. Meni akalar. Rahmat katta, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, rahmat. Keldim akalar. Tushdik amallab. O'z tanka mashitda bo'lishi kerak. Didik. Tut. Qani tanka endi? Chello. Tanka! Katta ryukzakni chiqardi. Ha, ana. Aytishlarga tiriydim. Selamun aleyküm. Va alaykum assalom. Keling aka. Qondash aka. Salomatmisiz? Yangi tug'ilgan chaqaloq haqida kelyapsan. Salomun alaykum. Salomatmisiz? Quyoshim ben. Bunda Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Olib qolamiz deyishdim aka. Ha, olib qolamiz deysiz. Yaxshi insonni qo'yib yuboramiz. Bunday inson kelibdi, qo'yib yubormaymiz. Bu yoqda bunaqa insonlar kam deyishdi. Ana, короче, Terpilasini yo'qib oldi. O'tgan safar men Zibaniga olib borganman. Zaxarilarga yedirib, ichirib kelganman. Tan olish kerak-ku. Yo'q, fake xabar. Fake emas, u konkretniy fakt u. Soxta xabar. Fakt. Oxirgi kunlarda Instagramda tarqalayotgan bu xabarlarga ishonmang. Bu yolg'on xabar. Siz uyalmishsizmi? Ofitsialniy APG sizlarga ma'lum qiladiki, bu yolg'on xabar. Betamas shunaqa blok bo'lib ketibdi-yu sizniki ham. Zato haq streamer Fezod deb. Короче, Do'stlarni baniyaga yubordim. Allohimni buyog'i. Alloh jo'shmaysizmi?
internetda Siz jo'shasizmi endi bu safar? Men o'tgan safar jo'shdim-ku men o'tgan safar. Men YouTube istoriyalarni platformasida tarqalgan Fezot nomli shaxs aldoqchi. Bitta streamimni og'a jo'shtiradi. Men jo'shib keldim-ku men o'tgan safar jo'shdim-ku Zibaniga olib borib. Shuncha zaharingizga yedingiz-ku tanka. Yolg'on xabar, yolg'on. Ana sho'rvalarni ichdingiz-ku, karamli sho'rvalarni o'sha o'tgan safar. Aytdim, og'alar jo'shsangiz dedim, bitta streamni tog'am jo'shdi deb yoqaman dedim. Men seni jo'shqillatmang. O'tgan safar yedingiz, ichdingiz, bazak. Qarachi. Yaxshi keldingizmi o'zingiz? Ha, zo'r. Alayotgan samolyot. Yaxshi. Tanka, ishonmaysizlar. Bugun to'rda telefon qilibdi, vaqt bo'lyapti deydi. Vaqt bo'ldi, tur ket deydi. Yaxshi ham men jinni to'rda borib olmaganman men o'tga. Tasavvur qiling. Eng qizig'i nuqul mana shu ana kech qolib boradi-da, borib yana pasport qolib ketadimi, nimadir bo'ladimi? Unaqa emas tanka. Erta borganimda tasavvur qiling 9 da uchdik. Biz ham 9 da kelib olganmiz, sizni kutib 2 soat kutdik, rostdan. Videosi bor. Meni kutib, meni nima daxlim bor o'zi? Endi sog'inganimizga erta keldik-da. Ha. Aldayapti. Jo'shmoqchi. Ha, men degan keldi. Men pichaga. Siz jo'shasizmi? Men jo'shaman. Ertaga zibaning siz Zibaniga jo'shing, siz mantini biz ham jo'shamiz. Yo'q, mantir men jo'shaman. Shuncha provokatsiyalar bo'lyapti, shuncha gaplar bo'lyapti-da, hamma jo'shamiz deyapti-da. Ertaga iploslardan bir tinch chiqmaydi, menga qoldiradi. Shunaqa. Yo'q, lekin bu safar shunaqa. Yo'q, bundoq qil. Mana aka, yo'q, men kattasini oling. Bu safar men to'lamayman. Ha. Mana Shunaqa aka, men bu ikkalasi shunaqa past bulan aka. To'g'ri. Chiqmaydi bulardan hech narsa. Qarachi, meni davrimda manta yegani keldinglar-da endi. Aytaman, men bo'lmasa, ha, ochdan o'lib ketardinglar mana shu Toshkentda yurib, aylanib bu yoqdan bu yoqqa. Sabab pul yo'q, xalos piyamiz. 5 tadan yuramdan, 6 tadanmi, nechta 6 tadan ekan bitta postasida. Davay. 6 ta ko'p tanka. Yo'q, nima? Katta emasmi? Yo'q, kichkina. Ha. Oo. Bu ani. Bu avtomatmi bu ham? avtomat. Bu mexanik a? Mexanik. Boyagi anu sherchiylardanmi shu? Shu. Yo'q, zarari yo'q. Yo'q, turing tanka. Og'irmasa, anaqa Og'irmas, zo'r. yonlarga benzin tortib ketdi. Oldiga qaratib qo'yganman. Zo'r moro bo'lsin. Bu siznikimi? O, bu yana yangi aytdilarmi tanka? Tankada ham bir 7 ta modlari bo'lib ketdi o'zi ham. Narxlari seriozniy bo'ladi. Nechta? Bu asha alohida tema lekin tanka shunga chiqib tusha olmay qoldingiz endi. Ne, kichkina ko'rinyapti. Menga shunaqa ko'rinadi. Moddanmi? Mana bunga vashe o'tirib qoldi. No, sportlarni o'zingizga ko'proq yoqdimi? Bu ham. Buni shaharda haydab yura olmaysan, G'ayrat? Nega? Bu faqat sayohat uchun. Nima bo'ladi shaharda? Nega bunaqa? Xunuk, ko'rinish xunuk. Shahar uchun emas-da bu. Dalniga zo'r deysizda bu. Yoqdimi aka? bu optasiz ham bo'ladi. Ha, Kattaligi yaqin yo'q yoqda. yo'q, bu Biz bilan yursangiz. Ajoyib aka. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar? Biz ham endi Abdulaziz bilan Xudo xolasa olmoqchimiz. Yo'q, Ha? siz olmoqchisiz. Men hozir niyatim yo'q aka. Hozir o'lgim yo'q deydi. Ozgina, yana Yashaylik. o'zi aka, ha. Yashaylik. 27 yil yashamadik, endi yashashni boshlaganda kerak emas bunaqa risk. Shunaqa tanka bir o'zi ketgisi yo'q. O'shancha iqaga ham anavi qilib miyasini zaharlab. U yoqda zerikaman deb. Ketsak birga Iqaga ketaylik. oldiribdilar qarang. Shunaqa. Endi Xudo xolasa bularga mantini yedirib, qarachi, mana kelyapman studiyaga.
Men yolg'on gapirmayman. Kim to'ladi? Men to'ladim boshqa. Kim to'laydi sizlarda? Bu yerda pul bormi sizlarda? Chekni ham ko'rsatib qo'y. Chek amaklaring ko'rsatib qo'y. Men bergan chekni olib yurib chiqarib. Yanimda siz och qolardingiz. Pul biling ko'rsat, pul biling. Ana qana deydi-ku. Bu bizni studiya akalar. Naqdi? Nechta? Qaraman, kamera oldim, bu pasajirlarni. Görding? Qaraydi, o'zi qaraydi. Salom ber. Assalomu alaykum og'alar ishlariga yaxshimisizlar zo'r. Bu Nodir. Tak. Salom alaykum akalar. Salomatmisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Men ham uxlab turdim, xudo xolasa, studiyadaman. Hammasi cho'tki bu yog'i. Endi sekin ishlar boshlanadi. Kecha Tanka bilan man, Abdulaziz, Iha soat 5 gacha o'tirib chiqqanmiz. Keyin ular ketishgan. Mana bilan sekin boshlanib ketdi. Tak bolalar hali kelmabdi bolalar. Soat 10 da turdim akalar. 10 da avtomatik ko'z ochildi. Endi o'zimcha uxlamoqchi edim dedi 12 gacha. Lekin bo'lmadi onangni magur. Lekin baribir harakat qildim. Zo'r bo'ldi. Shunaqa. O'zinglar yaxshi bo'lsanglar bo'ldi. Tak qaranglar, men sizlarga studiyani ozgina ko'rsatib o'tay. Bu tankani yig'gan terganlari bu. Tirs. Mana bu asosan tankani o'tiradigan joyi. Mana mashit. Anaqa suvenirlari. Mana. Dahshat. Bu yerda ham zo'r narsalar bor. Mana qaranglar. Bu tankani homiysi Flash Up Energy. Bu yerda figurkalarni qaranglar. Mana bu temir odam. Mana bu ham qaysidir multfilmdan. Mana bu Wall-E adashmasam. Mana bu yerda fantastiskiy четверка deydi. Unaqa narsalar ham bor. Avtodoktordan. Bu ham podarka sovg'acha bu. Mana shunaqa. Bu Oscar. PlayStation. Va mana shunaqa. Mana bu tankani monstri. Yomona. Shunaqa. Ular monitori, kamerasi, kamerani obyektivini qaranglar. Yomona. Shunaqa. Meni tankam ishlaydi shu yerda. Mana bu klaviaturasi. QVMC brendiga tegishli bo'lgan klaviatura. Bu grafik dizaynerlarga, streamerlarga juda ham mos. Programmistlarga ham zo'r. APGda bor akalar bundan nalichiyada. Shunaqa bu tamam bu knopkalari. Bu yoqda ana bu Shonganmi bir balo. Bu Toshkentga Comic-Conga keluvdi bu o'tgan yil adashmasam. Ashunda imzo qo'ydirib olingan. Shunaqa, bu yoqda Moto'ning bir balosi, bu ikkinchi kompyuter. Bu o'zi aslida bunda o'yin o'ynalib, bunda stream qilinishi kerak edi, plan bo'yicha, reja bo'yicha. Rejalar keyinchalik o'zgarib, faqat bitta kompyuter ishlatiladi. Bu ham endi goh-gohida montaj, shantaj shunga o'xshagan ishlarda qilinadi bu ham. Shunaqa gaplar akalar. Keyin super eksklyuzivniy obzor sizlarga bu Mif brendiga tegishli bo'lgan o'tiradigan kreslo. Игровой, gamerskiy, premium klassdagi kreslo akalar. Mana e'tibor beringlar. Bu Mif degan brend. Yangi brend. Juda ham zo'r ekan. Men o'ylamadim, to'g'risi. Andasit juda ham ko'p o'tirganmiz. Andasitda asosan mana choklarni qaranglar. Dahshat. Mana bu anonsi yostig'i bizda takasi deydi. Juda ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Materialli versiyasi bu. Buni koja versiyasi ham bor, lekin akalar koja versiyasida o'tirishni men tavsiya etmagan bo'lardim, chunki kojada ko'tinglar terlab ketadi akalar, ishoninglar, terlab
Agar konditsioner yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, terlab turasizlar-ku, sovuq shunaqa uradi, keyin shamollab nimadirlar qilib, xudo saqlasin, balo ofatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa, lattali yo bo'lmasa tegi setkaliklari bor. Ashnakalardan olishni maslahat bergan bo'lardim men akalar shunaqa. Bu xudo xolasa Mif brendidan kreslolarni xudo xolasa biz ham ishlatishni boshlasak kerak, nasib qilsa. Atak chotki, kreslo zo'r. Menga yoqdi. Xullas bu yog'ini akalar sekin-sekin kuzataverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Vlogchamiz davom etadi. Assalomu alaykum. Loyla qandaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlar? Abdulaziz bu yoqda. Meni video Yes, it's me. Tanka. Biz shu yerda. Xatga ketibsizlar desanglar akalar. Yuribmizda aylanib. Qarochi, Cobalt bilan anu siglim bor edi meni. Ikkalasini sotib yubordim-da, Captiva 5 oldi. Bo'ldi. Aka bani. To'g'ri. Qanaqa bir To'g'ri. Wow deydigan darajada emas. To'g'ri, u BMW i4 emas yoki BYD necha marta yuvadi u chempion emas, BYD chempion emas. Yurigan mashina oldim, yurigan. 7000 yurigan. 7000 yuriganni sizlar paketida mindinglar. Mashinani olganman men. Ikkalang ham jo'shmagansan. Ikkalang ham yuvmagansan. Videolari bor og'a menda. Tuhmat qilmang. Yo, videolari yo'q, ishonib yo'q videolari. Qanqa yeganmiz bu jo'shgan? Videolari mana to'liq men to'ladim. Mendan ketdi degan video bo'lish kerak. Ha. Hammadan bo'lib bor, shunaqasi bor. Tak. Yaxshi o'tiribsizlar. Havas chotkim, zerikmadinglar. Tashkanda 3-kun. Xudo xolasa. Bugun kecha podkastlarga borib keldik. Endi bugun syomkalarimiz bor nasib qilsa. Hali hech qanaqa qiziqarli joylarga qilmadik. Ish bilan bo'lyapmiz faqatgina. Tanka. Stuppa tuzuy odamni nega emas motoga o'rganibman, bu ketdingiz aka. Senga mazgina hozir. Qanaqa odamni deysan? Qanaqa yurardik BMWda. Yurishingizni qarang, endi ahvolingizni qarang tanka. Puli ko'p bo'lmishlarga o'xshaysiz. Sharmandasiz bor-ku, yurishingizni qarang endi. Yarashadimi endi ho'kizlik odamga kallangizdagi ana tog'orani qarang aka. Tog'orani qarang. Yana issiqda 50 gradus issiqda ichkari vashi hammom plyaj bo'lib ketar a. Ahvolingizni qarang, qanaqa odamni deysiz? Yurudingiz maza kompyuter sotib, mana ahvolni qaranglar endi. Roqoningda. Kallangiz shtativligidan ham o'rnak oling. Bakansa! Meni quyoshim boshqa dunyo. Onani dedi. Bu ham moto oldi. Ahvolni qaranglar, qanaqa odam. Mana shu odam hammani zaharlab miyasini aynitib rasvo qildi xullas. Do'sting kimligini ayt. Seni qanaqaligini aytaman. Shunaqa. Yaxshi. Xo'p, ertalab biz do'konga yo'l oldik, xudo xolasa. Nasib qilsa bugun yaxshi, ha? Bak ko'rgansiz Toshkentningizni. Kecha qalay bo'ldi aka, bani yoqdimi? Zo'r, kechasi Vaniga bordik. Qalay. Men jo'shdim. Zo'r bo'ldi. Biz jo'shdik mana avval. Vijdoning qiynalmaydimi ikkalangni ham mashaka? Aka, nimaga talamaysiz? Chisti vijdon yo'q sizlarda. Biz bilan yursangiz shunaqa toza bo'lib yurasiz. Ablahsiz. Biz bo'lmasak nima qilardingiz aka? Cho'milmasdan yurardingiz-da. To'lamadinglar-ku unaqa. 50-50 bo'ldi-ku. Alhamdulillah. Rahmat. Bu Noddi akalarni o'tiribdi. Noddi ham motoga. Noddi ham motoga. Yaxshi bola edi bu ham. Buni ham ayni tanov odam bor-ku. Jo'shmadik-ku. Birinchi bilan aytganlar. Qana odamni deysiz? Gulday odamni deysiz? Ahvolingizni qarang. Ahvolingizni qarang. Meni videoga olyapsan. Sharmandasiz siz. Shu yurish kerakmidi sizga? Oydek guldek kompyuter sotib yuruvdingiz BMWda. Ahvolingizni qarang endi. Ey, aytgancha, BMWni sotgani yo'q, turibdi. Yana bu yil bo'lar bo'lmas gaplarni yozib tashamaylar. Tanka sinibdi, tamom bo'pti, yana bir balo.
Tankasiylar! Uni nima yuri ovozini qaraylar uni. Tak. Apogaga keldik akalar. Abdulla siz. I see you. Come on, take it out your life, so. You. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlarsizmi? Mana qarang. Mana bulni qaranglar. Skorsi. Sideniyasi o'ziniki. Yomon vashi. Ko'ryapsizlar? Mashinada trak o'ynasangizlar, jinni bo'ladi vashi. Biz ham klientmiz-ku, mana do'konga kelganda kerak, klient bo'lsanglar, mana bunaqa suvlar bor-da, klient uchun qo'yilgan. Biz ham klientmiz. Ha, to'g'ri. Kimdir ichish kerak-ku, srok o'tib qoladi. To'g'ri. Oh. Kamera aka, videoga olyapti. Banga qarang. Reklama qilyapti. Qarab o'ting faqat. Ovoz chiqadi buni. Reklama qilyapti. Akalar, suvni ichsanglar shunaqa kalta yeydi. Shunga kelganlarni olib yurmanglar, mabodo adashib. Itday yolvordim-da, o odamga bering mashinani, menga bering dedim. Bermadi-da menga unaqa narsani quloqqa ol dedi, sho'pirdatib dedi. Quloqni oldilar. Ha, bering quloqni unda dedim. Mana akalar, zo'r narsa. Agar mana bu narsasi bilan olsanglar, bu umuman boshqa dunyo. Skorosti ham urib. Ha, mana shunaqa qo'ysang bilan trakda ham. Mana bilan boshqacha bo'lsa kerak, baribir. Bu bilan boshqa. Bo'laveradi. Dalani tozalab yuribdilar. Ha, mana qisqa yo'llar topish. qisqa yo'llardan ketyapman men. Mana bunaqa narsalar ham bor bu yerda akalar. Mana qaranglar. Jallob, mademni qaranglar. Uni nima yur? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Bu yerda kolonkalar, asosik. Buni kompyuterga ulasa ham bo'ladi-ku, menimcha. Wow. Ko'rinishi ham yomon emas ekanmi? Boylarnikida. Mana Logitech Nano Skorost. Tak, i5 21 0H 16 GB 50-60 video karta 12 million. 12 million akalar. Bu yerda ham bitta notebook yana. Bu 6 million. Bunda video karta yo'q ekan. Akalar, buni puliga kompyuter yig'dirsa bo'ladi. Endi 6 million emas, yana ozgina qo'shish kerak. Chotki bo'ladi. Chotkisidan yig'sanglar bo'ladi. Shunaqa. Notlar ona nimaga endi to'g'ri qayergadir olib ketib ishlatishga zo'r-u. Lekin qimmatda bo'ladi, mana buni qaranglar. AMD Radeon video karta bu o'ziniki 6,5 million. Plaskop o'tdi. O'tdaram uy mana buni qaranglar. Uy yetma kichkinagina. Mana bu necha pul bular? 75 dollarmi? So'mda necha pul bo'ladi? 911 ming so'mmi shu? Mana bu mikser akalar. Zo'r narsa mana shu ham. Streaming uchun ajoyib mana shu. 45 dollar. Bu necha pulga tushadi? Bu 45 dollar hozir so'mda maqsadda beraman. 526 750 so'm tushadi. 550 so'm ekanda unda. Xuddi shu. 545 ming degan.
Bu yangi kelganlar ha, mana shu ha. Betmenga bitta o'tirib ko'radi. Yo'q-ku. Jallo. Cho'ktirimchi. Menga kichkinalik qilar ekan. Bu kichkina ekan. Da. Nampadli polnoценныйlar bormi? Qani, qaysi brend? Eng yaxshisi. Oppa, Akko zo'r. Mana bu monitorlari ham bor ekan, ha? Mana buni qaranglar, akalar. Nastroyga qilaolasiz, har xil vizuallar qo'ysangiz bo'ladi. Беспроводной, Mac'ga ham bo'lsa bo'ladi, Windows o'zida ham ishlaydi, и ovozli ligrofika qiladigan narsasi ham bor. Necha pul bu? 80. 80? 1 yil garantiyasi bor. Ovoz ham yaxshi ekan. Zo'r. RGB saglanadi. Orqasidan mana buni qaranglar, akalar. Lampochkalari bor ekan mana orqasida. Zo'r. Zo'r ekan, rahmat. Sog' bo'ling. Tak, akalar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ular biz Lag'monga yo'lga chiqdik, xudo xolasa. Ha. Tik. Wow. Yo'q. So'kinyaptimi? Zaki oldik akalar. Nom Akanji deb qo'yildi. Akanjimidi? Akanjimi? Qarochi bir baloji deb qo'ygan ekan akalar. U nomini o'zgartirib, ana remontlarni borishibdi. O'tdi. Quyoshim o'tiribdi mana. To'g'risi kelib tushunmay qoldi, menga zagrus ko'p qoldi. Voy, u boshqa joyga ketibdi. O'zgartirib remontlarni borishibdi. Yoqilib ketdi o'ylab. Ha, mana meni tankam keldilar. Salomat bo'ling. Akalar xullas, xafa bo'lmanglar. Lag'monni ko'rsataman deb zapis bosmabman-da. Mana qarochi. Mana amallab rozi bo'linglar, mana shunaqa qarochi bu. Mana quyoshda ko'proq. Mana. Ko'rdinglar? Endi ko'rmaysizlar. Endi yo'q. Mana u tanka. Ishoninglar, bunaqasini yemaganman. Umuman boshqa joydan topa olmaganman. Zo'r, Lag'moni zo'r. Vaqti minnat qiladigan inson emasman-da, akalar. Men umuman minnat qilmayman. Ko'ryapsizlar? Men minnat qilmayman. Men eridim. Men Lag'mon olib berganimni hech qachon minnat qiladigan inson emasman. Men mana bu insonga, Assalomu alaykum. va albatta mana bu insonga Lag'mon olib berganimni minnat Bo'lmagan gap qilmayman. gapirma. Hech qachon. Bo'lmagan gapni gapirma. Men bag'ri keng insonman. Umuman bo'lmagan gapni gapirma. Bilsangiz, yoqdimi tanka? Gapni gapirma. Yoqdimi? Rahmat. Duo O'zim olib kelgan qo'yasiz joyga kanishni yoqadi. Duo qilib qo'yasiz. Mendek bag'ri keng insonlar sog' bo'lsin. Albatta. Qarochi, akalar, sizlarga bir yangilikni aytmoqdim. Meni dunyodagi eng oqko'ngil insonlar o'rtasidagi bo'lib o'tadigan turnirga taklif qilishyapti. Ha. Unga haqlisiz. Va shunaqa qilishyapti. Endi nima deysiz siz? Bu meni basharamni topyapti. Endi Qatnashishim kerakmi shu qatnash kerak. Bugun istoriya ham qo'ydim-ku shuni anaqasida. Quyoshim Pok sizlar. inson og'amni. Ko'ryapsizlar. Ko'ryapsizlar akalar. Qanday bir uyalyapman prosta akalar. Uyalyapman. Odamlar menga havas qiladi, chunki sizda og'am borman. Qalbimda bu bola akalar. Quyoshim bekordan bekor quyoshim demaymanmi men. Quyosh bu bola. Bu bolani ko'rgan paytim tirjayib kulib turadi, baraka topsin. Kayfiyatingiz ko'tariladi. Yuragim siz albatta. Yo'q kayfiyat bor-ku, o'sha kayfiyatni shundoq bittada tirs 500 bo'lib ketadi. Mana shunaqa akalar. Hali turnirni o'ylab ko'ramiz akalar. Endi baribir xijolat bo'laman ozgina, lekin qatnashishim kerak deysizda. Turnir? Ha, albatta aka. Kun- Haqlisiz. Ha. Endi 300 shansi juda ham baland. do'konga ketyapmiz. Mana u tankam toychog'i. BMW.
Vlog davom etmoqda. Vlog davom etmoqda. Короче, faza o'sroq mana ko'rsatyapman. Assalomu alaykum, chorsu kishi. Do'stlar. Mana, hop hop. O'zi qot. Nima o'ynayapsan? Mana qarang, o'zi qot. Degan gap. Drifter, faza drifter. Faza drifter. Sanda nima gap? Menda gap hozir syomkalarni tugatdi. Xudoga shukr. Xo'sh. Chotki bo'ldi. Qo'yning to'ldimi? Ha. Endi meni qiynamaysanmi? Yo'q, hozir. Trend. Biroz vaqt. Faqat hozircha. Hozircha. Keyin qolgan narsalarni keyin ko'rib boraverasizlar, короче. Xo'p, akalar, bu bizani do'kon. Mana bu yoqda klaviaturalar bor. Xohlagan vkusilarga, bu yoqda noutbuklar bor, xohlagan vkusilarga. Bu yoqda mana noutbuklar yana. Bundan tashqari klaviaturalardan xili ko'p. Mana bu yerda periferiyalar tiqilib yotibdi. Mana bunaqa, mana bu yerda g'irdangasalar, reels ko'radigan, YouTube ko'radigan, shorts ko'radigan. Ko'rmayapsiz, test qolman. Mana test qolman deydi, lekin test qara. Ha, sharmandalar. Xullas, mana shunaqa gaplar, tekislar. Bemalol xohlaganinglarni kelib xarid qilsanglar bo'ladi, tanlab. Rolda men bo'ldim, men obzor qildim bugun do'konni. Xullas, shunaqa gaplar. Joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Tez o'tdi kanaliga. Assalomu alaykum. Qanday akalar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hammasi cho'tkimi? Короче, studiyada edim, studiyada o'tirdim. Gitler yozib qoldi. Gitler kim ekan deb turibsizlar. Meni bir obunachim bor. Rustam degan, ismi Rustam. Streamlarda ko'pincha Gitler'niki bilan donat qiladi. Shunaqa. O'sha bola ko'rgani keldi. Ko'rishaylik og'a bir anavi qilib yozuvdi. Shunaqa. Hozir o'tiribmiz. Hozir chiqsin ko'rsataman. Ichkari kirib ketdi. Shunaqa akalar. Bunaqa obunachilarimiz ham bor. Endi ko'pchilik obunachilar nima desam, mana kelishga, ko'rishishga sal tortinadi, uyaladi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Mana kelyapti, go'zal. Salom deb qo'ying bizning Loylaga. Mana shu bola shu. Ibn al-Gitler janob oliylar. Qanday akalar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Xullas, uyga qarab qaytyapmiz. Joninglar sog' bo'lsin.